Jamoaning ichida taqvodorlik qilmang azizlar. Masjidga kelasizmi? Yengil namoz o'qing. Eng qisqa suralarni o'qing. Xuddi bir eng kam ibodat qilayotgan odamdek ko'rsataylik o'zimizni. 3 ta tasbih ayting bo'ladi sajdada, rukuda, sajdada. Uyingizga borgandan keyin 2 rakat namozni 1 soat o'qing. 10 daqiqa sajda qiling. Jamoa orasida yengil namoz o'qing. O'zingizni ko'rsatmang. Ajralib qolmang. Suvga o'xshang. Odamlarga bir xil ko'rinishda bo'ling. Suvni qarang, loyga aralashtirsangiz loyning rangiga kiradi, sutga aralashtirsangiz sutning rangiga kiradi. O'zi aslida bizga ustozlar shunaqa o'rgatishganki, ustozdan ko'proq namoz o'qishni ko'rsatish, ya'ni masalan ikkalasi barobar boshladi namozni. Iloji bo'lsa ustozdan oldinroq tugating deydi. Bu kamtarlik, bu xokisorlikning belgisi. Jamoadan ko'ra, orqada qolishdan ko'ra, jamoadan oldin ibodatni yakunlash bu fazilat, yigitlar. Sunnat namoz o'qiysiz, tasbih qilasiz. Jamoadan ortda qolib tugatganingizdan ko'ra, jamoadan oldinroq tugatishingiz bu fazilat. Namozingizni ham, boshqa ishingizni ham. Jamoaning ichidachi kamtar bo'lishimiz kerak. O'zimizni kam ibodat qilgandek ko'rsatishimiz kerak. Uyda yolg'iz qolganda tonggacha namoz o'qing.